Bu qaysi tarafda? Tarafda ham. O'rtada. O'rtadami? Zo'r. Bor, ha? Bor. Zo'r. Bemorimiz Tojikistondan chap tomonlama eshik pasayishini shikoyat qilgan. Umumiy olganda o'zi 1 yil oldin ikkita tomonlama eshik pasaydi bo'ladi. Kelganlarida o'ng tomonlama endoskopik stopeda plastika qilganmiz, ya'ni o'rta quloqda suyakchani olib protez qo'yganmiz. Yaxshi bo'lib ketganlaridan keyin ikkinchi quloqlari kelishdi va ikkinchi quloqlarni ham 1 oy oldin bajardik. Mana alhamdulillah juda ham zo'r rezultat. Bunday holatlarda parda butun bo'ladi, faqat o'rta quloqda suyakcha qotib ketgan bo'ladi. O'shani olib tashlab, o'rniga kichkina suyakcha protez qo'yiladi va eshik tiklanadi. Mana hozir holat juda ham yaxshi. Eshik yaxshimi? Yaxshi. 88. 88. 95. 95. Samolyot. Samolyot. Juda ham zo'r. Shivirlab gapirishimni o'zi normada 6 metrdan o'taman qarab oling. Boshingiz bilan. 78. 85. 85. Juda ham zo'r. Отлично. Bitta kamera bilan ko'raylik quloqning ichini, pardangiz holatini. Buni ko'rishingiz mumkin. Parda butun turibdi. Stol bosib olasizmi? Buni parda butun. Pardani yonidan kesib parda ko'tariladi va o'rta quloqdagi suyakcha almashtiriladi va parda joyiga qo'yilib, gubka qo'yiladi. Hozir gubkasini olib tashladik. Pardalar butun turibdi va eshiklari ham alhamdulillah ideal holatda. Mana juda ham xursandlar bemorimiz. Ikkita quloqlaridan ham qutuldilar, ya'ni ikkita quloqlari ham ochiq, yaxshi eshit tiklandi. Xudo xolasa endi butun umr maza qilib eshitib yuradilar. Kuningiz xayr bo'lsin, salomat bo'ling.